Mo'jaz maskanlardan iborat bu ajoyib yurtimizning har bir burchagi, har bir nuqtasi biz uchun sevimli, qadrli. Ne tarix karvonlari o'tgan yo'llardan biz ham o'tamiz. Demak, assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Mahalla telekanalida Mo'jaz maskan ko'rsatuvi. Biz bu safar sizni Yangiyo'ldan turib xushnud etamiz. Bugun biz sizlarga Yangiyo'l tumanining tadbirkorlari deysizmi? Oilaviy tadbirkorlari deysizmi? Ishlab chiqarish jabhalari deysizmi? Tarixiy obyektlar umuman olganda siz uchun nimaiki qiziq bo'lsa, hammasini bugun sizlarga Yangiyo'ldan ko'rsatamiz. Ketdik. Farovon mahallasiga xush kelibsizlar. Mo'jazgina Mama Sidiq Husan akani xonadoniga tashrif buyuramiz. Hozir mana kirib keldik, yetib keldik. Marhamat, kiring boshlaymiz. Hammasini ko'zimiz bilan ko'ramiz, a? Hammasini ichkarida gaplashamiz. Qani ketdik. Jahongir aka, biz har bitta ko'rsatuvimizda mana shu 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan yaxshi degan shiorga amal qilamizda. Qani boshladik bo'lmasa. Bo'ldi, hozirgi xonadon egasi Husan aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ha, demak biz endi bu xonadonga menimcha Jahongir aka qaysi paytda kelishingizdan qat'iy nazar bularni mehnat ustida topar ekansiz, demak. Mana hozir ham tomorqasida eng unumli foydalangan namunali oilalardan bittasi bular. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Sizlarga charchamayapsizmi? Siz haqingizda bizga mana Jahongir aka umuman Yangiyo'llik hamyurtlaringiz juda ham iliq gaplarni gapirishdi-da. Keng tarmoqli tadbirkor deb aytishdi sizni. Oilaviy tadbirkorlikda masalan bu mana tomorqa bu yoqdagi sarpa qutilar hozirgina bizga ko'rsatuv boshlanishdan oldin bizga ma'lumot berishdi. Qolaversa bir o'ziga xos non yopish uslubinglar bor ekan. Bularni hammasini bizga ko'rsatmasangiz bo'lmaydi bugun. Husan aka, uzr endi sizga ogohlantirmasdan olib keldik. Bularni xonadonni men tushuntirib beraman. Mana ayollari o'zlari haydovchi bo'lib ishlaydi. Ayollari tomorqani hozir kirsangiz bir dona begona o't topilmaydi. Demak, sizni dargohingizda begona o'tga o'rin yo'q. Yo'q. Hammasi tanish bilish o'tlar, o'zimizniki. Begonasi yo'q. Azizlar, non yopadiganlar Yangiyo'lda ham, umuman O'zbekistonda ko'p, lekin bularni non yopish uslubi ham, bularning nonlarining mazasi ham boshqacha ekan. Buni ko'zimiz bilan ko'rib, tatib ko'rishimiz kerak. Oldin jarayonga ko'z tutamiz. Avvalambor Gulchehra opa, assalomu alaykum. Ish jarayonida siz bezovta qildik. Xo'sh, o'zi Yangiyo'lda, umuman mamlakatimizda hozir har qadamda nonvoyxona, nonvoyxonani yoki nonlarni alohida bir e'tirof bilan ko'rsatish shart emas, oddiy hol. Lekin nima uchun sizning nonlaringizni hamma maqtaydi? O'ziga xosligi nima? Avvalambor mehrda, qunt bilan yopishda, ana mushlaganda mehr bilan mushlashda. Unimiz shu oddiy mo'tabar undan qilaman. Keyin ana gazda emas, tandirda o'tinda yopiladi. O'shani anaqasi maza beradi. Tandirniki baribir boshqa. O'tinniki boshqa. Xamir turishi qanaqa? Xamir turish? Xamir turish oddiy xamir turish ishlataman. Anaqa hozirgi mana kimyoviy bir narsalar chiqib ketdi. Yo'q. Suv, tuz bo'ldi shu xamir. O'zini. Demak, qarang. Mushlashda ko'proq mehnatda. Va shu o'rinda aytib o'tay, hattoki olis qishloqlarimizni ham bilasizlarmi, o'sha tabiiy xamir o'zidan olinadigan xamir turishlar yo'q bo'lib ketdi. Hammaga do'kondan olishyapti, bozordan olishyapti-da. Tabiiy xamir. Bu alohida o'ziga xoslik. Xo'sh, men yana bir narsaga hayron qoldim Jahongir aka, Gulchehra opa. Mana qayerda non sotilsa, har qadamda non bor. Patir mashinchasi yoki bo'lmasam jizzali non, mashincha, go'shtli non, muncha deb yozib qo'yishadi-da. Non bor degan yozuv o'zini ko'rmadik biz hech qanaqa. Bularda endi sirlari ham shunda hammasi nonni shirinligida. Chunki o'tinda bo'ladigan. Nonni o'zini yesangiz ham qorin to'yadi-da shirinligida. Ham shirin, ham haqiqiy to'yimli, hammaligi demakki tabiiy uslubda pishirilar ekanda, bu unni, xamirni ichidagi nimaki kaloriyasi, nimaki vitamini, dori, darmoni, oziqasi bo'lsa, hammasi borligicha mijozlarga yetkaziladi. Undan tashqari tomorqasiga bir e'tibor bering bularni. Bir dona hali aytganimdek begona o't yo'q. Chunki keyin o'zlari xo'jayinlar ishga ketadilar.
o'zlari qoladi, u tomorqada bo'sh paytida non, keyin sarpo. Ha, hammasiga ulguryapsiz. Yana hammasiga ulgurishdan tashqari nechta qizni uy-joy qildingiz, nechta? 4 ta qiz uzatganman, hammasi o'zidan tinib o'tirishibdi uyda. Qarang, bu farzandlarning tarbiyasi-yu, hammasiga ulgurishini qarang. Ana qoyil, qarang, mana haqiqiy tadbirkor. Bo'lmasa yaxshi eslatdingiz, Jahongir aka, biz non pishgunga qadar Tomorqani ko'ring. tomorqaga bir maza qilib aylanamiz. Ya bir tomorqasini ko'ring. Havas qilsa arzigulik tomorqa. Hozir Navbatdagi obyektimiz tomorqa. Ketdik. Ana sizlarga tomorqa. Husan aka, bular qanaqa ko'chat hozir? Rayhon ko'chatlari, U yoqda achchiq garimdori, bu pomidor, pomidorni tanidim. yana boshqa narsalar bor edi, tugadi. Yana qaytadan boshlavatdik. Yaxshi. agar Bekzodjon agar yerni tili bo'lganda Xudodan so'rardi-da, shu menga bir oy dam bersin, shu insoniyatlar dedi-da. Hozir bo'sh qo'ymaysiz yana, ha? Yo'q, bular hech bo'sh turmaydi. Bu yer yana ishlash kerak. Ha, yil 12 oy. Bir yilda 8 marta daromad oladi. Yana bir qiziq jihatki, mana plyonka bilan yopilgan. Endi undan tashqari yana alohida shu issiqxonaning ichida mana bunaqa yana duga qilib, buni ustidan yana Plyonka yopiladi. plyonka yopib qo'yasizlar. Nima uchun? Bor shuni o'zi yetmaydimi? Yana u individual tarzda har birini. Endi qo'shimcha yopganimiz u kun sovib ketsa, minus bo'lib ketadi. 10 gradusgacha, 15 gradusgacha bo'lsa saqlab qoladi ko'chatlarni. Ha. Demak, mana bu himoyani o'zi sal kamlik qilsa, o'zlariga yana alohida himoya uchun plyonka yopiladi, shunda kerakli haroratni ushlab turasizlar. Ya, demak, energiya isitish uchun energiya resurslaridan foydalanmaysizlar. Tok, Quyosh o'zi yetadi. ana, yaxshi. Ko'mir, gaz ishlatilmaydi. Yaxshi. Yaxshi joylashgan Tbilisi. Quyosh chiqishi bilan 15-20 gradus farq qiladi. Hurmatli teletomoshabinlar, biz har bitta ko'rsatuvimizda shunday bir-biridan go'zal, bir-biridan ajoyib issiqxonalarga duch kelyapmiz. O'tgan safargi ko'rsatuvimizda aytganimizdek, bu ham aynan geoponika uslubida tashkil qilingan issiqxona. Husan aka, mana shu tomorqangiz jami necha sotuq? Uy joylari bilan 13 sotik. Tomorqaning o'zi 5 sotik. Tomorqani o'zi 5 sotuq, yaxshi. Agar sir bo'lmasa, mana shu 5 sotuq tomorqadan yiliga qancha daromad qilasiz? Taxminan 30-50 million daromad qilamiz. Ana. Juda ajoyib. Dehqonchilikning mana shu issiqxona yo'nalishi bo'yicha ishni boshlamasa bo'lmaydiganga o'xshaydi. Harakat, barakat. Yomon emas. Daromadingizga baraka bersin. Biz esa davom etamiz. Jahongir aka, Husan aka, menimcha aynan nonlarimiz tandirga tomon yo'l olayotgan paytda biz ham tandir tomonga qarab ketdik. Taftini qaranglar. Azizlar, dunyodagi eng shirin hid bu yangi uzilgan nonni hidi. Ko'rsatuvimiz boshida aytuvdik-a, bu nonni o'ziga xosligi uni mazasida va mehr bilan tayyorlanganligida. Qaranglar, mana mehri, ya'ni Gulchehra opa, sizning mehringiz nonni qip-qizil yuzlarda aks etib turibdi. Bu mazasini esa hozir dasturxonda tatib ko'ramiz. Mana bu nonlarni tafti qo'limni qizdiryapti. Hidi dimog'imni qizdiryapti. O'ylaymanki, hurmatli teletomoshabinlar, bu nonimiz sizlarni ichinglarni qizdirayotgan bo'lsa kerak. Juda ham shirin. Vah. Marhamat. Bu nonni, issiq taftini va yoqimli hidini, mazasini sizlarga ekran orqali yetkazishga voy harakat qilamiz. Marhamat. Juda ajoyib. Endi Jahongir aka, nonni tatib ko'rdik, juda ham ajoyib. Endi keyingi manzilga bizni boshlasangiz. Jahongir aka, Husan aka, sizlarga rahmat. Mana sizni shunday bir fayzli, ibratli xonadoningizda bugun mehmon bo'ldik. Xursand bo'ldik. Xushvaqt bo'linglar. Endi bizga ruxsat.
biz keyingi boradigan manzillarimiz bor. Aziz teletomoshabinlar, bizning navbatdagi manzilimiz Samarqand. Aniqrog'i Yangiyo'l tumanining Samarqand mahallasi. Ketdik. Yaxshi boringlar. Salomat bo'linglar. Xo'p. Mo'jaz maskanlarga boy mamlakatimizni har bir burchagi, har bir nuqtasi biz uchun sevimli, qadrli. Bugun biz Yangiyo'ldamiz. Yangiyo'l tumanining Samarqand mahallasi va bizni yonimizda hamrohimiz mana shu mahalla raisi Adhamjon hamrohlik qiladilar. Yana bir marta charchamang. Ta'kidlab o'tish joizki, Adhamjon eng yosh mahalla raislari qatoriga kirildi. Hozir yoshingiz nechida? 36. 36 yoshda, qarang, mendan ham kichkina ekanlar, qarang. Hozirgi kunda Yangiyo'l tumani Samarqand mahallasida o'zi asli kasbi tibbiyot sohasi bo'lib, undan tashqari xonadonida qo'shimcha daromad keltirish maqsadida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotgan Shodlik ko'chasida yashovchi Kulmat va Dilfiza opamizning xonadonlariga tashrif buyuramiz sizlar bilan. Dilzoba hormang. Biz mana Adhamjondan sizni tadbirkorligingiz haqida eshitib yugurib keldik. O'zi kasbingiz shifokor ekan. Lekin o'sha kasb bilan birgalikda mana bu tadbirkorlikni ham olib borar ekansiz. Biz sizga yordamlashgani keldik. Qisqa qilib aytganda mana Mansunaxon, Rayhonaxon, tuman hokimligi mutasaddilari, mana mahalla raisi Adhamjon bilan birgalikda biz ham hozir mana shu kosalarga gul bosib ustiga yordamlashgani keldik. Bu suv nima? Ichganimi bu suv? Yo'q, kosani ilitib olamiz bundan. Ha. Keyin ko'rsatinglar operatorlar bir marta. Bizga qiziq ana. O'rganib olaylik, hozir yordamlashishga keldik deyapmiz u. Muzdek kosadan naklinkalarimiz yirtilib ketadi. Ha, shuning uchun O'shanga sal kosani ilitib olamiz. Endi opa necha yildan beri shug'ullanasiz bu tadbirkorlik bilan? Yozda 3 yil bo'ladi. Bolaligingizdan men katta bo'lsam, chinni kosalarga gul bosadigan bir shunaqa bir mutaxassis bo'laman deb orzu qilmagansiz albatta. Bu nima turtki bo'ldi? Kimda ko'rdingiz? Qanaqa bir Buni hech kimda ko'rmadim. 2000-yil, 2022-yil 7-martda men kichkina qizimni dunyoga keltirdim. O'shanda uyda o'tirib qoldim. O'shanda uyda bekor bo'lib qoldim. O'shandan keyin o'zimga ish topishim kerak degan maqsadda buni topdim qo'shnimdan. Lekin mana hozir ko'ryapmizki, mana bitta o'zingiz hammasiga yuguradigan ish emas-da, to'g'rimi? Menimcha sizga qanot bo'lib turgan boshqalar ham bo'lsa kerak, bitta o'zingiz kerak shuncha ishni. Mahalladagi ayollarni, qizlarni olib ketib qilishadi ular. Uyimda ikkita o'g'lim qiladi. Bekor. Jami necha kishi? 15 tadan oshiq. Ana. Yoshi katta ayollar ham bor bu yerda. Demak, ularni ham qo'shimcha ish bilan ta'minlayapsiz. 15 tadan oshiq xonadonlar haqida gapiryapman. 15 tadan oshiq xonadonda. Ha, hurmatli teletomoshabinlar, nafaqat bular Dilfiza 15 kishini, balki 15 tadan ortiq xonadonni shunday foydali ish bilan ta'minlayapti ekanlar. Bu ham albatta tadbirkorlikni juda katta bir samaradorligidan dalolat beradi. Endi mana shu bilan hozir mana ko'ryapsizlar, hurmatli teletomoshabinlar, chiroyli yopishtirilyapti gullar. Bo'ldimi, shu bilan jarayon tugaydimi? Yo'q, bundan keyin ishi bor hali. Bu yerdan olib ketib, sexga olib borib, pechkaga tiqadi. Pishirishadimi? Pishirishadi. Ha. Bu chalib tayyor mahsulot. Ha, yarim tayyor mahsulot hali. Yarim tayyor mahsulot bu. Ha, demak hali bozorga chiqqunicha hali ancha jarayonlar bor. Ancha jarayoni bor buning. Ha, demak mana bular tayyor mahsulot. Mana shu holatga kelgan. Shuni Shu holatga keladi. Ha, demak ko'ryapsizlar? Mana bundan mana bu holatgacha. Qoyil. Juda yaxshi. Dilfiza opa, mana qarangda, siz bilan birgalikda yana 10-15 ta xonadonni band qiladigan juda katta ish ekanda. Shuncha ishdan ortib o'zingiz sohangizga qanday ulguryapsiz? Smenaga borib kelaman.
Toshkent viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazining Toshkent viloyati filialida navbatchi hamshira vazifasida ishlayman. Hozir ham? Xirurgiya bo'limida hozir ham. Bugun ertalab ishdan keldim. Smenani topshirib, Ha, endi smenani topshirib kelgandan keyin maza qilib biroz dam olsangiz bo'lmaydi. Darhol yana bu, qaranglar bu qancha ish. Dilfuza opamizga keladigan bo'lsak, lekin Dilfuza opam tinim bilmaydi, charchoq nimaligini bilmaydi, tomorqachilik bilan shug'ullanadi. Shu yana bizga murojaat qilib, parrandachilik yo'nalishi bo'yicha qanaqa hali quyonchilik xudo xolasa bu opamizda qiziqishlari bor, orzulari xudo xolasa hammasi amalga oshadi. Bizning mahallamizda hamma ish bilan band bo'lganligi sababli g'iybat, janjal, unday narsalar bekorchilik yo'q. Ayollarimiz qo'ldan kelsa boshqa yo'nalishlarda ham o'zini sinab, ishlab ana qilyapti. Endi qisqa qilib aytganda, butun bir mahalla bir-birini shunaqa bir foydali ishga tortib foydali ishga shug'ullanadi. Bugungi kunda 64 ta mahallalarimizning har birlarida tadbirkorlik, ishlash istagidagi bo'lgan ayollarni, aholi bandliklarini ta'minlash hamda ularni qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lishlari uchun bir qator chora-tadbirlar yuzasidan ishlar amalga oshirilyapti. Yangiyo'l tumanida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va eksport qilish bu eng asosiy driverlarimiz hisoblanadi. Bugungi kunda ko'kat yetishtirish, bo'lg'ar qalampirlarini yetishtirish. Bundan tashqari, uyda o'tirgan ayollarimiz, yosh bolali ayollarimizni bandliklarini ta'minlash maqsadida turli xildagi kasanachilik asosida ularning bandliklari ta'minlanib kelinmoqda. Kambag'allikdan farovonlik sari davlat dasturi doirasida tumandagi 85 ta rahbarga har biri 5 tadan xonadon biriktirilib, ularning bandliklarini ta'minlash, sog'liqlarini tiklash, qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lishlari uchun yo'l yo'riqlar ko'rsatilib, chora-tadbirlar asosida ishlar amalga oshirilmoqda. Aziz do'stlar, biz ko'rsatuvimizni Yangiyo'l tumanining Jambul mahallasidan davom ettiryapmiz. Mahalla raisi Alisher aka, siz bilan tanishganimdan, ko'rishganimdan xursandman. Umuman mahallani bir bo'sh yotgan yerini ko'rmadim yoki mehnat qilmayotgan bir insonini ko'rmadim. Mahalla idoramiz 2020-yilda mahallani hashar yo'li bilan qurganmiz. Mart oyida hasharni boshlab 1-yanvarga ko'chib o'tganmiz mahallaga. Shu 20-yildan boshladik mahallada ish olib borishni. Alisher aka, bu qulupnay issiqxonasi kimniki? Issiqxona o'zimizniki. Ya, o'ziznikimi? Omon bo'lsinlar. O'zimizniki. Mana shu ishdan tashqari tomorqa bilan ham shug'ullanamiz. Bu ham bir kichik tadbirkorligimiz bizni. Bu qulupnoyni koreyskiy navi. Bu qishin yozin hosil beradi. Mana hozir ko'rib turibsizlar, issiqxonaning ichidamiz. Ertaga havo isigandan keyin bu plyonkalarni olib, ustiga setkalari bor, qora setkasi bor. Qora setkasini tortib, salqin qilamizda, yana bu hosil beraveradi. Demak, qulupnay ochiqda yetishtiriladigan bo'lsa, yozgi tabiiy haroratga chidolmaydi. Issiq bo'ladi, o'shaning uchun ustiga qora setkasini yopamizda. Setka yopganimizdan keyin bu salqin bo'lgandan keyin suvini, o'g'itini beramiz, ishlovini beramiz. Qishda qaysi oydan boshlab ekiladi bu? Bu qishda ekilmagan, bu 2 yil turadi bu. Bitta ekkandan keyin, bu avgust oyida ekkanmiz. Mana o'sha avgustdan shu kungacha hosil olib kelyapmiz. Mana noyabr oylarida, oktyabr oylarida 100 ming, 120 ming so'mdan sotdik kilosini. Hozir mana 70 mingdan o'tkazyapmiz. Demak, yil 12 oy qulupnay bor. Bor. Demak, navida bor. Demak, mana bu issiqxona qishiga qulupnaylar uchun issiqxona vazifasini bajaradi, yozda esa sovuqxona vazifasini bajarar ekanda. Salqinxonada, salqinxona. Salqinxona vazifasini bajaradi. Juda yaxshi. Demak, koreys navi. Koreyskiy navi. Hozir necha sotik bu yerda? Bu 6 sotik. 6 sotik issiqxona kunora teriladi, 30 kilo, 35 kilodan bozorga olib chiqib sotib kelinadi. Endi bu o'rtacha daromad qancha bo'lyapti endi bu sir bo'lmasa? Endi Allohning berganida misol yiliga yolg'on bo'lmasin bir 12 million 13 million o'tkazamiz. Bu yilning boshidan. Keyin buni ichiga chisnogam ekamiz, buni olamiz. 3 marta qayta ekamiz-da buni. Qulupnay turadi. Sug'orish, mana tomchilab sug'orish sistemasini qilganmiz. Bundan tashqari mana tepamizda dajvalkalarimiz bor. Cho'miltirib ham turishga, namlab turishga. Namlab turamiz. Isitish tizimi qanaqa? Isitish tizimi qulupnoyga unaqa katta issiq kerak emas.
Qishda buni ustini duga qilamiz. Duga qilib yana bir qator plyonka tortamiz. Ha, demak, mana bu umumiy tortilgan plyonka va ichida individual tarzda yana. Yana tortiladi plyonka. Bo'ldi. Ha, demak, shu orqali bu qulupnaylarga kerakli bo'lgan haroratni tashkil qilasizlar. Tashkil qilamiz. Yaxshi. Mana hozir bilasizmi, bu yerlarda faqat qulupnay emas, qulupnaydan keyin kartoshka, sabzi yoki boshqa sabzavotlar ekilardi. Hozir esa yil 12 oy qulupnayga o'tib ketibsizlar. Nimaga? Buni tarbiyasi, agrotexnikasi oson bo'lgani uchunmi yoki daromadimi dami gap? Buni sal ish kamroq. Boshqa ekinlarga qarang, misol mana bodringga qaraganda yoki pomidorga qaraganda ishi sal kamroqda buni. Ha, shuning uchun. Shuning uchun. Keyin biz mana davlat ishida ishlaymiz, oilamiz bilan hammamiz davlat ishdamiz. Bolalarim ham davlat ishda. Uyimizda 4 ta studentimiz bor. O'zim ham studentman. Shu yoshda-ya, barakalloh. O'qish erta kechi yo'q. To'g'ri. Erta kechi yo'q. Juda yaxshi. Endi Alisher aka, siz mana shu 6 sot yer bilan cheklanib qolganga o'xshamayapsiz. U yoqda ham katta bir issiqxona borga o'xshaydi. Nima ekilgan ekan bu yoqda? Bu yerda ko'katlar bor, ko'katlar, rediska navi bor, kashnich sepilgan. Juda ko'kat kerak bo'lyapti-da, hozir shu o'tsak bo'ladimi? Bo'ladi. Qani? Yuring. Demak, Alisher aka, rediskangizni maydoni ham kattaga o'xshaydi, yetilib qopti. Hurmatli teletomoshabinlar, shiringina qulupnay orqasidan achchiqqina rediska yesa, qonib foyda. Demak, Alisher aka, rediskani tarbiyasi qanaqa, agrotexnikasi qanaqa? Rediska har 40 kunda tayyor bo'ladi. Shuni ham mana 15-martda ekilgan, urug' tashlangan, suv berilib, mana xudo xolasa hosil tayyor bo'ldi. Hozir uzyapmiz. Har 40 kunda tayyor bo'ladi. Uzamiz va bu uzib tugatganimizdan keyin o'rnini bo'shatib, joyiga yana qaytadan yana rediska ekamiz. Yiliga 7 marta, 8 marta rediska olyapmiz. Hozir mana bu qishin yozin to'xtagani yo'q. Keyin buni almashtirib turamiz o'rnini. Misol rediskani o'rniga boshqa ko'kat ekamiz, boshqa mana keyingi issiqxonada ko'rasizlar, bu yerda kashnich ekilgan, o'rnini almashtirib ekib turamiz. Ha, demak, kashnichi bu yoqqa, rediskani u yoqqa. Rediskani u yoqqa mana almashtirib ekamiz. Bu endi o'sha shaxmat usulida ekkaninglar uchun shunaqa. Demak, birinchi shaxmat terib olindi. Terib olinadi, keyin suv qo'yiladi, ikkinchi shaxmat tayyor bo'ladi. Uni terib olasizlar, ana undan keyin yana yangitdan ekishga yer ochiladi. Yer ochiladi. Juda yaxshi. Opajonlar, sizlarga rahmat va sizlar orqali Yangiyo'l tuman hokimligiga, barcha mutasaddilarga rahmat deymiz. Hurmatli teletomoshabinlar, mo'jaz maskan ko'rsatuvining navbatdagi soni ham nihoyasiga yetib boryapti. O'ylaymizki, biz bilan o'tkazgan daqiqalaringiz siz uchun eng mazmunli daqiqalar bo'ldi. Mahalla telekanalining mo'jaz maskan ko'rsatuvi orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Yangiyo'l tumanining yana qayta yangi va yaxshi manzillarida ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Salomat bo'ling. Xush kelibsizlar.